Hurmatli bank mijozlari, bugun men ayollar uchun maxsus hamroh krediti to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Biz erkaklarimiz o'tiribdi, endi erkaklarimiz ayollar bor, ular daromad topish, tadbirkorlik qilish, albatta oilaviy jarayon. Shuning uchun ayollarga yutqazishligini bilaman. Bu kreditimizni asosan kimlar oladi? Ta'sischilari tarkibida ayollar ulushi 50% va undan yuqori yoki ayollar rahbarligida bo'lgan kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari oladi. Maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish uchun beriladi. Xo'p, bu kreditimizni oluvchilarga talablar qanday bo'ladi? Demak, mijozning asosiy hisob raqami xalq bankiga bo'lishi shart. Ijobiy kredit tarixiga ega bo'lishi kerak. Joriy muddatda o'tgan kredit va foiz qarzdorliklari mavjud bo'lmasligi kerak. Qarz oluvchi ta'sischilari va rahbarlari oxirgi 6 oyda o'zgarmagan bo'lishi kerak. Bundan tashqari majburiy ijro byurosidan qarzdorligi bo'lmasligi kerak. Xullas, kredit tarixi yaxshi ijobiy bo'lgan bo'lishi kerak. Bu demak bitta loyihaga bazaviy hisoblash miqdorining 1000 barobarigacha kamida 5 ta yangi ish o'rni yaratgan bitta loyiha bazaviy hisoblash miqdorining 4000 barobarigacha beriladi. Yana kamida 10 ta yangi ish o'rni yaratgan bitta loyiha bazaviy hisoblash miqdorining 25000 barobarigacha beriladi. Demak, katta summada kredit muddati 84 oy, degani 7 yil imtiyozlar mavjud. Yana qanday savollar bor?